Olamning yaratilishi. Birinchi bob. Xudo hammadan burun butun olamni yaratdi. U chog'da yer shari shaklsiz va qup-quruq holatda bo'lib, sulovni qorong'ulik qoplagan edi. Xudoning ruhi suv ustida larzon parvoz qilib yuratdi. Xudo yo'ruqliq bo'lsin degan edi. Yo'ruqliq paydo bo'ldi. Xudo yo'ruqlikning yaxshi ekanligini ko'rdi. Shuning bilan u yo'ruqlikni qorong'ulikdan ayirdi va yo'ruqlikni kunduz, qorong'ulikni bo'lsa kecha deb atadi. Kecha kunduz o'tib, bu tunji kun bo'ldi. Ondan Xudo sulovning yuqori to'van ikkiga ayrilib turishi uchun ularning orasida bir fasil bo'lsin deb amr qildi. Shuning bilan bir fasil paydo bo'lib, uning ostidagi sulovni ustidagi sulovdan ayirdi. Xudoning amri bilan shundoq bo'ldi. Xudo bu fasilni osmon deb atadi. Kecha kunduz o'tib, bu ikkinchi kun bo'ldi. Ondan Xudo osmonning ostidagi sular bir yerga yig'ilsin va quruq tuproq ko'rinsin dedi. Xudoning amri bilan shundoq bo'ldi. Xudo quruq tuproqni yer, yig'ilgan sularni bo'lsa dengiz deb atadi. Xudo bularning yaxshi ekanligini ko'rdi. Ondan Xudo yana yerda har xil o'simliklar, urug'liq va mevilik bo'lib, o'z turlari bo'yicha unib chiqsin dedi. Xudoning amri bilan shundoq bo'ldi. Shuning bilan yer yuzida har xil urug'liq va mevilik o'simliklar o'z turlari bo'yicha unib chiqdi. Xudo bularning yaxshi ekanligini ko'rdi. Kecha kunduz o'tib, bu uchinchi kun bo'ldi. Xudo yana osmonda yo'ruqliq beradigan jismlar bo'lsin. Ular kecha bilan kunduzni farqlantirib, kun, fasl va yillarni ayirib turishda belga bo'lsin. Bu jismlar nur chechib, yer yuzini yo'rtib tursin deb amr qildi. Xudoning amri bilan shundoq bo'ldi. Xudo yo'ruqliq beradigan ikki cho'ng jismni yaratdi. Quyoshni kunduzni boshqaradigan, oyni kechini boshqaradigan qildi. Hamda Xudo yana yulduzlarni yaratdi. Yer yuzini yo'ritish, kunduz bilan kechini boshqaradigan qilish va yo'ruqlikni qorong'ulikdan ayirish uchun Xudo yo'ruqlik beradigan jismlarni osmonga o'rlashtirdi va ularning yaxshi ekanligini ko'rdi. Kecha kunduz o'tib, bu to'rtinchi kun bo'ldi. Xudo yana suv har xil jonliqlar bilan to'lsin, osmonda har xil uchar qanotlar uchsin deb amr qildi. Buning bilan Xudo suvda yashaydigan ajoyib, g'aroyib jonliqlarni, har xil cho'ng-kichik baliqlarni va osmondagi har xil uchar qanotlarni o'z turlari bo'yicha yaratdi. Xudo bu jonliqlarning yaxshi ekanligini ko'rdi. Xudo bu jonliqlarga baxt ato qilib, suvda yashag'uvchi jonliqlar ko'payib, dengiz okeanlarni to'ldirsin, uchar qanotlar yer yuzida ulg'aysin dedi. Kecha kunduz o'tib, bu 5-chi kun bo'ldi. Xudo yana yer yuzida har xil jonivorlar,
öy hayvanları ve çoğun küçük yavoyi hayvanatlar paydo bo'lsin, dedi. Xudoning emri bilan shundoq bo'ldi. Shuning bilan Xudo yer yuzida har xil jonivorlarni o'z turlari bo'yicha yaratdi va ularning yaxshi ekanligini ko'rdi. Ondan Xudo bizning obrazimizdek, ya'ni ruhiy jihatdan bizga o'xshaydigan insonlarni yaratayli. Ular har xil jonivorlarni, dengiz okeandagi beliqlar, osmondagi uchar qanotlar, barliq uy hayvonlari va cho'ng kichik yavoyi hayvonotlarni boshqaradigan bo'lsin, deb amr qildi. Buning bilan Xudo insonni o'z obrazidek yaratdi. Uni o'zga o'xshaydigan qilib yaratdi. Shundoqla ularni er va ayol qilib yaratdi. Xudo ularga baxt ato qilib mundoq dedi: Farzand ko'rib ko'payinglar. Yer yuzini qoplab, dunyoni bo'ysundiringlar. Shundoqla dengiz okeandagi beliqlar, osmondagi uchar qanotlar, shuningdek bütün jonivorlarni boshqaringlar. Men sizlarga bütün yer yuzidagi har xil ziroat va mevalarni oziqlik qilib berdim. Barliq cho'ng kichik hayvonotlar va uchar qanotlar qatorliq har xil maxluqlarga bo'lsa, o't ko'p va ko'ktatlarni oziqlik qilib berdim. Xudoning amri bilan shundoq bo'ldi. Xudo yaratqanlarning hammasiga qarab, ularning yaxshi ekanligini ko'rdi. Kecha kunduz o'tib, bu 6-kun bo'ldi.